Bismillahirrahmanirrahim. Nahvu fani 4-dars. Bugungi darsimizda ismning raf o'rinlari haqida gaplashamiz. Demak, ismni raf o'rinlari haqida gaplashamiz. Ism raf, nasb, jar bo'ladi dediga. Shu qachon raf bo'ladi? Shu haqida gaplashamiz. Xo'p, ism 6 o'rinda raf bo'lar ekan. 6 o'rinda raf bo'lar ekan. Foil bo'lganda, noibi foil bo'lganda, mubtado bo'lganda, xabar bo'lganda va noqis fe'lni ismi bo'lganda va fe'lga o'xshash harfni xabari bo'lganda. Shu 6 o'rinda raf bo'lar ekan. Shu 6 o'rinda endi ko'rib chiqamiz. Birinchisi foilida. Foil nima? Ma'lum fe'ldan keyin kelib, kim yoki nima so'rog'iga javob bo'lgan ism foil deyiladi. Demak, foil ma'lum fe'ldan keyin kelar ekan, undan keyin kim yoki nima so'rog'iga javob bo'lar ekan. Shunda foil bo'lar ekan. Mana misol uchun qara'at tolibul kitaba. Tolib o'quvchi kitobni o'qidi deylik. Mana shu yerda qara'a ma'lum fe'l, majhul emas. Ma'lum fe'l undan keyin kelyapti va kim nima so'rog'i, kim so'rog'iga javob bo'lyapti. Kim o'qidi? Tolib o'qidi-da. Xo'p, noibi foilchi. Noibi foil ma'lum emas, majhul fe'ldan keyinda. Majhul fe'ldan keyin kelib kim yoki nima so'rog'iga javob bo'lgan ism noibi foil deyiladi. Noibi foil foilni o'rniga o'tirgan deganida. Mana misol uchun aytaylik, quri'al kitabu deymiz. Kitob o'qildi deymiz. Mana yuqorida qaranglar. Mana qara'at tolibul kitabi. Mana foil tolibida. Shu tolibni olib tashladingiz. Olib tashladingiz. Quri'al kitabu qoldi endi va fe'lni ma'lumdan majhulga aylantirdingiz. Qara'a ma'lum fe'l bo'lsa, quri'a majhul fe'l bo'ldi. Ya'ni fe'lni foilni o'rniga o'tirdi-da, shuning uchun noibi foil deydi. Foilni noibi deyiladi-da uni. Mana shu yerda quri'a majhul fe'l, al-kitabu uni noibi foili deyiladi. Demak, noibi foil ham raf bo'lar ekan, foil ham raf bo'lar ekan. Keyingisi mubtado bilan xabar ham raf bo'ladi dediga. Mubtado nima? Gap kim yoki nima haqida ketayotgan bo'lsa, o'sha mubtado bo'ladi. Mana misol uchun Mahmudun alimun, Mahmud olimdir deyapti. Gap kim haqida ketyapti? Gap Mahmud haqida ketyapti. Shuning uchun uni mubtado deymiz. Mana mubtado raf bo'lar ekan. Xabarchi. Mubtado haqida nima deyilayotgan bo'lsa, o'sha xabar bo'ladi. Mana xuddi shu Mahmudun alimun, Mahmud olimdir. Mahmud mubtado. Shu haqda nima deyilyapti? Olim deyilyapti. Demak, o'sha olim xabar bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, gap kim haqida ketyapsa mubtado, mubtado haqida nima deyilayotgan bo'lsa, o'sha xabar bo'lar ekan. Xo'p, undan keyingisi noqis fe'llar. Noqis fe'llarchi mubtado bilan xabarga kirib, xabarni nasb qiladi. Mubtadoni o'zi raf bo'yicha qolaveradi. Mana Mahmudun alimun mubtado edi. Ana noqis fe'l unga kirib, kana Mahmudun aliman bo'lib, ana nimani nasb qildi, xabarni nasb qildi. Alimun xabari-ku, shuni nasb qildi. Lekin mubtadoni o'zi o'sha raf bo'yicha qoldi. Bunda o'sha kanan noqis fe'l deymiz, Mahmudun kanan noqis fe'l deymiz, Mahmudun uni ismi deb aytamiz va alimandichi uni xabari deb aytamiz. Xo'p, noqis fe'llar mana shular. Mana kana, asbaha, asqam, sabata, zolla, sora, ma bariha, man fakka, ma zala, ma fatiha, ma dama, laysa, ma dalla. Mana shular noqis fe'llar deyiladi. Buni kana va axavotho ham deb qo'yishadi. Ya'ni kana va uni opa-singillari yoki uni sheriklari deb aytib qo'yishadi. Bular 3 ga bo'linar ekan. O'sha sarfga to'la tushadigani bor ekan, sarfga noqis bo'lib tushadigani bor ekan va muzlab qolgan sarfga umuman tushmaydigani bor ekan. Mana kana nima uchun to'la tushadi desa, uni ma'nosi nima desa, uni ham mozi, ham muzori, ham amr siyg'asida ishlatish mumkin. Va kana yoki uni kun qilib
moziy siyg'asida ham, muzoriy siyg'asida ham, amr siyg'asida ham ishlatish mumkin. Shuning uchun buni to'la sarfga tushadi deb aytamiz. Sarfga noqis tushadi, yarimta chala tushadi desa, u qaysilar desa, ular faqat moziy bilan muzoriy bo'ladi. Mana ma bariha la yabrahu bo'lishi mumkin. Manfakka la yanfaku bo'lishi mumkin. Mazala la yazalu bo'lishi mumkin. Ma fatiha la yaftau bo'lishi mumkin. Ya'ni bular moziy bilan muzoriy bo'ladi, lekin amr bo'lmaydi. Endi jomid mutlaq qolganlaricha ular umuman sarfga tushmaydi. Mana madama laysa mozalla, bular faqat bitta moziyni o'zida qotib qolgan. Shuning uchun bularni jomid deyilar ekan. Xo'p, endi fe'lga o'xshash harflar. Fe'lga o'xshash harflar bular ham mubtado bilan xabarga kiradi. Bular endi mubtadoni nasb qiladi. Xabarchi xabar raf bo'yicha qolaveradi. Mana Mahmudun olimun mubtado xabarida endi inna shularga kirdi. Mana bu yerda Mahmudan mubtadoni bu nasb qo'yapti. Alimunchi o'sha xabar o'sha raf bo'yicha qolyapti. Bu yerda biz aytamiz inna fe'lga o'xshash harf deymiz. Mahmudan uni ismi deymiz. Alimunchi uni xabari deymiz. Mana innani xabari bo'lganligi uchun alimun ham raf bo'lyapti. Bular 6 ta bo'ladi. Bular inna, anna, ka'anna, lakinna, layta, la'alla. Mana shular hammasi fe'lga o'xshash harflar deyiladi. Bularda ham inna va xavotiha, inna va uni opa singillari yo inna va uni sheriklari deb ham aytiladi. Xo'p, tushunarli bo'ldi. Demak, ism 6 o'rinda raf bo'lar ekan. Foil bo'lganda, noibi foil bo'lganda, mubtado bo'lganda, xabar bo'lganda, konani ismi bo'lganda, ya'ni fe'lga noqis fe'lda ismi bo'lganda va fe'lga o'xshash harfni xabari bo'lganda. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar.